Germaniya davlatiga hech kimni yordamsiz ishga kelishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir tushuntirib o'taman. Germaniyaga kelish uchun ishga birinchi o'rinda bu yerdan ish beruvchi topish kerak bo'ladi. Video davomida qanday ish beruvchi topish kerakligini ko'rsatib o'taman. Videoga bitta like bosib, Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'ying. Unda videoni boshladik. Google'ga kiramiz va ushbu sayt nomini yozamiz. Eng qizig'i, hech qanday ro'yxatdan o'tish shart emas. Bu yerga Gmailni kiritamiz va bir haftalik yangi e'lonlar sizga borib turishi uchun. Shu o'rinda videoga like bosib, Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Pastga esa nima kasbingiz bo'lsa va qanday ish qidirayotgan bo'lsangiz yozasiz. Men qurilish ishlarini tanladim va qidirish bo'limini bosganimda shunga oid bo'lgan vakansiyalar kelib chiqdi. Ularning ichidan bittasini tanlayman. Barcha ma'lumotlari bor. Kompaniya 2023-yil rasman ro'yxatdan o'tgan. Bu yerga ariza topshirish uchun ism, familiya, Gmail va rezyume jo'natishingiz kerak bo'ladi. Gmailni yozib olamiz va rezyumeni PDF shaklda yuklaymiz. Menda tayyor rezyume bor va tasdiqlashni bosamiz. Arizamiz qabul qilindi. Tez orada bizga ish beruvchilar aloqaga chiqishadi. Gmail orqali yoki rezyumeda WhatsApp nomeringizni ko'rsatgan bo'lsangiz WhatsApp orqali. Qurilishdan tashqari, masalan, bo'yoqchi yoki haydovchi hamma ishlarga vakansiyalar bor. Bemalol ish topishingiz mumkin. Germaniyaga kelish uchun yana 5-6 ta sayt nomlari bor, lekin ulardan ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. O'tgan safargi videodan keyin ro'yxatdan o'tishda muammo bo'ldi degan bahona qilgan obunachilar uchun shu saytni tashlab qo'ydim. Endi hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ko'proq ish beruvchi bilan bog'laning. 10-20% dan hech bo'lmaganda sizga javob keladi. Bemalol ish beruvchi bilan bog'lanib ishga kelishingiz mumkin. Bundan keyingi videolarda ish beruvchi bilan bog'langandan keyin nima qilish kerak va terminni qanday olish haqida video qo'yaman. Bu videoga like bosib, Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Barchaga omad tilayman. Barchangizni Yevropada kutamiz.